Bo'shash haqida ariza berib keldim. Ariza berdim. Bir og'iz menga aytmasdan-a? Men sizga yot begona emasmanmi? Yo, o'zingiz ketmoqchimisiz? Manzura, bu qishloqda qanaqa odamlar borligini bilmaysanmi? Shuncha mishmishlardan keyin ular bizni nog'ara qilib chalishmaydimi? O'zingizchi? O'zingiz shunga ishonasizmi? O'zingiz. Ortiq bu yerda qola olmayman. Vassalom. Uyalaman bosh ko'tarib yurishga. Tavba qildim. Behuda gapir. Behuda gap emas. Hamma jirta chalyapti. Yaqinda butun qishloq mendan jirkanadigan bo'ladi. Bilganingizni qiling. Jonga tegdi fisq fasodlar. Ig'vo g'iybatlar. Yetar. Keta qoling. Assalomu alaykum. Halal bermadimmi? Kechirasiz, rais qayerdaligini bilmaysizmi? Qayerdan bilay? Unga qarovul emasman. Tachayroq ko'rinasiz. Keling, yaxshi tanishaylik. Men oblast gazetasidanman. Qurbonov. Jabborov. Agronom. Kechirasiz, biroz ta'mqirroq edi. Yodgor Hamidovich raykom sekretari bilan qilgan suhbatida harom daromadchilarning qanday faoliyatini nazarda tutgan? Shunday shaxslar haqiqatda ham bormi kolxozda? Aytingchi. Siz rostdan gazetadamisiz? Gaplaringiz mazmuniga qaraganda bu ishlarni organ xodimi sifatida tekshirayotganga o'xshaysiz. Agar shunday bo'lsa, yana biror narsani aytib bera olarmidingiz? Oldindan aytib qo'yay. Men bu ishlarni birontasiga daxldor emasman. Sizning maqsadingizni yaxshi tushundim. Meni kechirarlar. Zarur ishlarim bor edi. Kolxozdan ketayotgan bo'lsam ham ishlarimni beishkal topshirmoqchiman. Rahmat aka, Yodgor Hamidovichni qidirib hech qayerdan topish olmayapti. Topilib qolar. Agar uni shunchalik kuyib-pishib qidirishayotgan bo'lsa. Hayronman, qayerda ekan? Kechirasiz. Siz gazetadanman degandingiz. Haqiqatan bizni kolxoz haqida bor gapni yozmoqchimisiz? Juda yaxshi bo'lardi. Aytadigan bironta gapingiz bormidi? Agronom Jabborov, meni erim. Balki u sizga hamma gapni aytmagandir, uni ham ayblab bo'lmaydi, tushuning. Hozir juda qiyin ahvolda. Lekin siz bor gapni bilishingiz kerak. Faqat nimadan boshlasam ekan? Nimadan xohlasangiz boshlayvering. Bir boshdan bo'lish shart emas.